Xo'p, assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Ismim Naimbek Samiyev, o'zimni soham shifokorman, teri tanosul kasalliklari bo'yicha va kosmetologiya sohasi bo'yicha. Shu sohada hozir 30 yildan ortiq, bir 33-34 yildan beri ishlayman. Bundan tashqari mana shu o'zimni sohamga qo'shib, mana shu 34-35 yildan beri tabobat bilan shug'ullanib kelaman, chunki juda ham ko'p kasalliklarni hozirgi meditsinada davosi yo'q hisoblanadi. Astma, allergiya kasalliklari, revmatizm, surunkali har xil kasalliklarni davosi yo'q deb hisoblangan. Shuning uchun men bunga ko'nmaganman, o'qishni boshladim. O'sha Ibn Sino kitoblarini o'qiganimda, tib qonunlarini o'qisam, hamma kasallikka Allohning shifosi bor ekan. Va o'sha paytda, o'sha 35 yil oldin odamlarga berib ko'rdim va alhamdulillah natijalar olishni boshladim. Ibn Sino aldamagan ekan. Giyohlarni bir yaxshi tomoni bor. Ibn Sino bilasizlar, o't giyohlar bilan davolagan. Demak, giyohlarning yaxshi tomoni tabiiy bo'lgani uchun absolyut zarari yo'q. Faqatgina shifo. Mana misol biz bilamiz, har kun yeydigan o'sha ukrop bo'ladimi, petrushka, kashnich, ko'k piyoz, rayhon, ya'ni har kun yesangiz salat o'tlari, haligi latuk deysizlar, karom bo'ladimi? Nimaiki barg, masalan, o'sha tok bargi bo'ladimi? Nimaiki bo'lsa, bilamizki, shuni ko'p yesa shifo. Ya'ni hech kim voy bu ukrop ko'proq yeb qo'ysa bir joyimni kasal qilib qo'yadi yo petrushkani ko'proq yevorsa bir narsa qiladi degan joyi yo'q, bilasizlar. Alloh taolo biza bilgan giyohlardan ko'p giyohlar yaratgan, faqat nima uchun ularni odatiy ovqatga ishlatmaymiz? Chunki ularning mazasi taxir, ovqatga qo'shilmaydi. Mazasi yaxshi narsalarni demak biza ovqatga qo'shib yeyishga o'rganganmiz. Lekin buni har kun yesa shifoligini hammamiz bilamiz. Doktorlar hammasi aytadiki, ko'proq salat yeyinglar, ko'proq meva yeyinglar. Alloh taolo bu hammasi yerdan o'sib chiqadigan mevalar, giyohlar, bu biza uchun mana shunaqa shifo ne'mat qilib Alloh taolo yaratgan. Hech qanaqa absolyut zarari yo'q. Va bularni endi ko'pchilik o'qimaydi, lekin mana tarkibini qarasangiz, ko'pincha mana men giyohlarning to'g'risida darslarda o'tib beraman. Biza biladigan o'sha ramashka bo'ladimi, rayhon bo'ladimi, ukrop, kashnich bo'ladimi? Bular rostdan ham shifo, lekin sizlarga har gal harakat qilaman bir yangi giyoh to'g'risida o'qib berishga. Mana misol ko'p darslarimda, ko'p ma'ruzalarda men ashvagandha to'g'risida sizlarga aytib beraman. Bilasizlar, mana o'sha Samarqandda meditsina tibbiyot universitetida ham o'sha ashvagandha deganimda o'sha Hindiston, Pokistondan kelgan juda ham ko'p studentlar o'qirkan o'tda, hammasi qarsak chalib yubordi. Ashvagandha giyohi bu Yevropada vitaniya deydi. Vitaniya degani bu hayot ildizi deyiladi. Hayot giyohi hisoblanadi. Vita so'zi demak hayot degani. Demak, vitaniya so'zi o'sha lotin harfi bilan kelib kelganki, lotin lug'ati bilan, lekin eski nomi ashvagandha. Demak, buni o'sha Hind jensheni deyiladi. O'sha 2000 yil oldin Ayurveda tabobatida aytib ketilgan buni foydasi va faqatgina podsholarning oilasi vaqti kelganda ichgan, hattoki oddiy odamlarga bermagan. Bu o'sha Tibet, Hind tog'larida o'sadigan giyoh hisoblanadi. Mana misol uni tarkibini qaraydigan bo'lsak, mana men kitoblar qilib hozir nimalar tayyorlayman, maqolalar tayyorlab boraman. Mana misol uni tarkibini qaraydigan bo'lsangiz, juda ko'p bioflavonoidlar, aminokislotalar, juda ko'p narsalar tarkibida bor. Mana misol anafirin degan moddasi bor. Anafirin bu virus, bakteriya, viruslarni qirib tashlaydigan, organizm immunitetini oshiradigan modda hisoblanadi. Mana masalanda anagidrin, nikotin kislotalari bor, tralin, har xil vitamin moddalari bor. Mana misol o'sha har xil aminokislotalar, glitsin aminokislotasi, bilasizlar, ko'pincha bolalarga miyasini rivojlantirish, miyada orqada qolgan yoki ruhiy holatlar, depressiya, ruhiy zo'riqishlarga uchragan odamlarga bizani nevropatologlarimiz juda yaxshi bilishadi. Glitsin moddasini yozib berishadi, kapsulalarni alohida aptekada sotadi, o'sha miya xotiralarni yaxshilash uchun. Lekin bu yerda bor, tarkibida o'sha glitsin moddasi bor.
miyani qon aylanishini, xotiralarini juda ham yaxshi qiladi. Bundan tashqari sistin, alanin, triptofan degan aminokislotalar bor. Bu juda foydali moddalar hisoblanadi. Bundan tashqari saponin moddalari. Bu organizmda o'sha tabiiy mikrob, bakteriya, zamburug' organizmda nimaiki bakteriya, viruslar tushsa, o'shalarni qirib tashlaydigan tabiiy antibiotik hisoblanadi. Qarab o'tirmaydi. Bu virus, bu bakteriya, bu balon. Mana doktorlarimiz bilishadi. Misol aptekada antibiotiklar faqat bakteriyaga qarshi. Lekin zamburug' qaytanga zamburug'ni ko'paytiradi yoki virusga ta'sir qilmaydi. Lekin Alloh taolo yaratgan bu antiseptiklar, masalan o'sha saponin moddalari, efir moydalari, ular organizmda borki bakteriya, patogen bakteriyalarni tigi bilan qirib tashlaydi. Glikozid moddalari bor. Ana shu fitosterin deydi. Fitosterinni bizani hozir ginekologlarimiz yaxshi bilishadi. O'sha mioma kasalliklari, mana misol mastopatiya kasalliklari, hayz buzilishlari, ana shularda biza demak o'sha giyohdan olingan fitosterin gormonlar, ya'ni progesteron, o'sha estrogen gormonlarini sog'lom darajada normaga tushiradigan giyohlarda bo'ladigan fitosterin moddalari bo'ladi. Xo'p, alkaloidlari bor va nimaiki o'sha tuproqda bo'lsa organizmga foydali o'sha kalsiy, magniy, sink, selen, xrom, vanadiy, ya'ni kobalt, hamma mikroelement minerallarni o'zida saqlaydi. Uni alohida borib aptekadan tayyorini olish shart emas. Ya'ni o'sha giyohlar bu tuproqda o'sgani uchun o'ziga kerak butun foydali mikroelement minerallarni o'ziga yig'ib oladi. Bu yerga alohida qo'shish kerak emas. O'shaning uchun mana misol bad mahsulotlari biodobavka deydi, ularga qo'shilgan bo'ladi. Определенный bir muayyan kalsiy muayyan dozalarda har xil mikroelement minerallar qo'shiladi, lekin ular hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Masalan, 12 yoshgacha bolalarga ba'zi biologik aktiv qo'shimchalar qo'shimcha bo'lgani uchun 18 yoshgacha to'g'ri kelmaydi. Homiladorlikga, homilasiga ko'plik qilaveradi yoki emizikli bolaga ko'plik qiladi. O'shaning uchun badlarni ko'pini qarshi ko'rsatmalari bor. Hozir yangi chiqqan nutritseptik moddalar bor, mahsulotlari bor. Bularni absolyut qarshi ko'rsatmalari yo'q. Bular toza meva, giyohlar. Ya'ni homiladorga ukrop, kashnich yoki olma, uzum, nok bemalol yevorsa bo'ladi, yevorsa bo'ladi, foyda, zarari yo'q. Ya'ni bular o'zida o'sha tabiiy vitamin, mikroelement, mineral, temir hammasi o'zida saqlaydi. Prosta hozirgi kunda bilasizlar, o'sha ko'p o'sha ukrop, kashnich bo'ladimi, karom sabzi bo'ladimi, kartoshka, piyoz, olma, uzum bo'ladimi, ko'proq bilasizlar qishloq xo'jaligida NPK deydi, o'sha azot, fosfor, kaliylar qo'shib o'shalarni katta qilinyaptiki, ularda demak faqat shu bilan katta bo'lib, tuproqni kuchi qo'yotgani yo'q. O'shaning uchun hozirgi kunda misol olma kesib qo'ysangiz ham 1 soat 2 soatda ham sarg'ayotgani ham yo'q. Yoshligimizda esinglarda bitta tishlab qo'ysa 5 minutda qorayib qolardi. Xo'p, o'shaning uchun mana bu tog'lardan, taboq giyohlar, o'rmonlarda, mana masalan o'sha har xil davlatlarda ekologik toza joylarda tayyorlangan giyohlardan qilingan mahsulotlar hozir mana shu bozorlarda sotilyaptiki, demak bular o'sha tabiiy joylarda, masalan tog'larni bulutlardan ham tepada bo'ladigan, pastki bulut bor qatlami, tepa bulut qatlami bor. Pastki bulut qatlamida ximiya yog'adi baribir. Yomg'ir ximiya bilan yog'adi. Shunaqa joylar borki, 3000, 4000 metr, ya'ni 3-4 kilometr tepalikda haligi ximiyaviy bulutdan ham tepa ekologik toza joylarda o'sadigan giyohlarni yig'ib, ana ulardan keyin mahsulotlar ishlab chiqaradigan hozir ishlab chiqarish tashkilotlari bor. Xo'p, mana shu tarkibidagi boyagi men aytgan moddalar, o'sha efir moylari, bioflavonoidlar, bular hattoki onkologiya kasalliklarini oldini oladi va davolashiga ham foydasi bo'ladi. Demak, kamqonlik, gemoglobin pastligi, har xil qon kasalliklarida, bundan tashqari o'sha bo'g'im kasalliklarida foydasi bo'ladi, o'sha efir moylari, aminokislota, mikroelementlari, o'pka kasalliklarida, mana bu yerda yozyapti. Men sizlarga mana ko'rsatayotgan joylarim
mana qachon hozircha chuqurlashmaymiz, просто sizlarga o'sha astma kasalliklarini aytyapti. Mana bu boyagi ashvagandha giyohini foydalarini bu to'g'risida maqola sizlarga o'qib beryapman. Alsgeymer kasalligi, mana o'sha miyada xotirani ketishi masalan. Bundan tashqari immunitet ko'tarilishi, quvvatsizlik, tak energetik balansi kuchaytirish, ruhiy holatlar, ruhiy zo'riqish, stress holatlarida. Xo'p, masalan, operatsiyadan keyingi ba'zi kasalliklardan keyingi holatlarda tez o'zini holatiga kelish, quvvat holatiga, uyqu holati, xotirani yaxshilash, har xil onkologiya kasalliklarini oldini olish va har xil mana bu ximiya moddalaridan chiqib ketish uchun demak beriladi bu ashvagandha giyohi. Mana men sizlarga hozir mana bularni o'qib berdim. Mana shu yerda o'qib bergan liniya. Mana shu bitta ashvagandha to'g'risida qarasanglar, mana men yig'ganman informatsiyani, masalan, yozib informatsiya yig'ganman. 1 2 3 4 5 varroq to'la bitta ashvagandhani foydasi to'g'risida mana shu yerda chizib yozganlarim, bular hammasi kasalliklar. Bitta giyoh to'g'risida men sizlarga hozir o'qib berdim. Alloh taolo yaratgan bir shunaqa narsaki, ya'ni umuman demak hamma tomonga e'tibor bergan bo'lsanglar, nafas yo'llaridan oshqozon, ichak, haligi onkologiya kasalliklari, allergiya kasalliklari, jigar, har xil kasalliklarga foyda bo'lib turib, bir joyingizga zarar yetkazmaydigan mana shu Alloh taolo yaratgan giyohlar. Men kitobchamni doim o'qib beraman sizlarga. Mana shu yerda ham chizilganlar, bular hammasi kasalliklar. Bu Ibn Sino tabobatidan qilingan kitob. Bir 1000 ga yaqin bu yerda giyohlar to'g'risida yozilgan Ibn Sino tib qonunlaridan. Xo'p, endi mana shunaqa giyohlarni yaxshi tomoni aytmoqchimanki, baravar hamma joyda tuzatib, chunki tarkibida 500 ga yaqin moddasi bor, hech qanaqa zarari yo'q. Hozirgi kunda apteka dorilari ham kerak, lekin apteka dorilaridan nimaga odamlar tuzalib ketmayapti? Ichgan sari battar bo'lib ketyapti, chunki aptekada baribir u dorilarni, ximiya dorilarini zarar tomonlari ham bor. Любой apteka dorisini olsangiz, shuncha joyini davolasa 2 varroq nojo'ya ta'siri, side effect deyiladi, nojo'ya ta'sirlari bor. Shuning uchun ximiyalarga berilish kerak emas. Yozib beraman, men ham vrachman, men ham shifokorman. O'tkir fazada, haligi o'tkir bronxit bo'lsa yoki haligi bo'g'ilib yotgan bo'lsa, astmani o'tkir holatlari bo'lsa yoki allergiyasi, burni bo'g'ilib yo terisiga allergiya hamma joyga toshib ketgan bo'lsa, dori kerak payti, yo bo'g'imlari juda qattiq og'riyotgan bo'lsa, masalan, o'sha holatlarda demak biza ham vrachmiz, albatta bu dorilarni yozib beramiz, aptekada dorilarni. Faqat qancha? 5 kun, 1 hafta, 10 kun. Undan keyin уже haligi o'tkir fazasi o'tib oladi, surunkali faza qolib ketadi. Ana endi surunkali fazani borib doktorlardan so'rasangiz, ketadimi desangiz, ketmaydi deydi. Bu kasal tuzalmaydi deydi ko'p doktorlar. Alhamdulillah shu kunga kelib juda xursandman. Prezident farmonlarimiz bor. Prezidentimiz farmonlari, muhtaram prezidentimiz mana bir qancha farmonlarda o'sha Ibn Sino tabobati, xalq tabobati, 1000 yillab yig'ilgan tajribaga ega tabobatlarni o'rganinglar. Hamma doktorlar o'rgansin deb hozir institutlarda, tibbiyot institutlarida, fakultetlar, kafedralar va malaka oshirish institutlarida albatta xalq tabobati, Ibn Sino tabobati darslari qo'yilgan majburiy holatda. Va shuning uchun alhamdulillah doktorlarimiz ko'pi уже bu narsalarni bilishyapti va ximiyasiga qo'shib kerak bo'lsa yozib ham berishyapti. Juda zo'r. Xo'p, bu men sizlarga aytib bergan narsa, mana shu 35 yildan beri shug'ullanib kelayotgan narsa, endi mana 35 yilda juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, tabobatda ham, texnikada ham. Mana o'tirib bemalol televizorda respublikada har xil shaharlarda o'tirgan odamlarimiz eshitib o'tiribdi, xohlagan paytda chet ellar bilan video qilib gaplashyapmiz. Ya'ni texnika rivojlangan. Hozirgi kunda ham shunaqa texnikalar rivojlanib, meditsina ham rivojlanib, hozir bir 3 yildan ko'proq Accumulator texnologiyasi bilan men ishlab kelyapman. Accumulator texnologiyasi nima?
qisqa qilib aytib beraman, kasal joylarimizni bu yapon olimlari 30 yil oldin topgan ekan. Kasal joylarimizni hujayralari plyusga aylanib qolar ekan, membranasi. Buni Google'da bemalol o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Demak, men bu videoyimni YouTube'larga qo'yaman. Ko'pchilik chiqishyapti, keyin YouTube, Facebooklardan, Instagramlardan chiqishadi. Naimbe aka buni o'qib ko'rdik, rostdan ham aytgan gapingiz rost ekan deydi. Google'ga kirib tekshirsanglar bo'ladi. Ana shu organizmda anion va kationlar deb yozsanglar, rus tilida endi ko'proq chiqadi. Endi menimcha hali Google'da o'zbek tili qattiq rivojlanmagan, lekin bor. Balki chiqib qolar, maqolalarni qaranglar. Lekin rus tilida bor. Anioni и kationы в организме человека deb yozsanglar chiqib keladi. Juda ko'p ma'lumotlar bor. Havodagi anionlar, o'sha minus zaryadlar qanaqa bizga ta'sir qiladi? Nima uchun ko'p joylarda anion kam yoki anion qancha bo'lishi kerak havoda? Anioni bor joyda qanchalik inson sog'ayadi nafas bilan. Masalan, anion ko'p joylar sharsharani oldi yoki tog'lar ko'payadi. Shaharda bizada o'zi normada 5000 dan 10 gacha bo'lish kerak ekan 1 santimetr kub havoda. Lekin shaharda vaqt kelsa 1000 ga tushib qolar ekan, 1000, 2000 ga tushib qolar ekan hali gazlarning hisobiga, mashinalarning gazining hisobiga. Yopiq xonalarda bu juda ham kamayib ketar ekan. Mana yopiq xonada o'tirsangiz ko'pincha boshingiz og'rib, bo'g'ilib qolasiz. Chunki nafas olib, odamlar anionlarni qabul qilib, kationlar chiqib, o'sha kation ko'payib ketar ekan. Minus zaryad kamayib ketishining hisobiga havoda anion 500 ga tushib qolar ekan. 500, 300 yopiq joylarda. Yopiq ofislar, odam ko'payib ketsa, dimiqib qoldim deymiz-ku, oynalarni ochib yuboramiz, ozgina havo kirsin deb. Ayniqsa qish paytlarida bilasizlar. O'shaning uchun sekin oynani ochib qo'yamiz. O'zimiz bilgan, bilmagan holda haligi havo kiradida, srazu inson nafas olib yaxshi bo'lib qoladi. Demak, anionlar qayerda ko'p? Tog'da. Tog'li joylarda maza qilamiz. Borib miriqib 2-3 kun dam olib kelsak, Chimyonga, Bo'stonliqqa, deylik, Shohimardonga borsak, mazza qilib dam olib kelamiz yoki bir chet ellarga borib kelsak, masalan, olaylik, Ozarbayjon yo Gruziya tog'lariga borib kelsak, ancha keyin maza qilib yuramiz. U yerda o'sha 30 minggacha bo'lar ekan 1 santimetr kub joyda. Sharsharani oldida 50 minggacha. Momaqaldiroq chaqqanda, bu hammasi Google'da bor, tekshirib ko'ringlar. Momaqaldiroq bo'lganda chaqmoq chaqqanda 100 minggacha ko'tarilib ketar ekan o'sha 1 santimetr kub havoda. Ya'ni bir hamma tomonga. O'shaning uchun chaqmoq chaqsa nima qilamiz? Havo ko'chaga chiqib olamiz. Ko'rdingiz? O'zingiz organizm talab qiladi. Maza qilib nafas olamiz, yengil bo'lamiz, miyaga zo'r anionlar kirib keladi. Bu endi o'sha kasal joylarimizda o'sha kationlar, plyuslar ko'payib ketar ekan. Bu yapon olimlari topgan ekan. Endi organizmga qanday qilib kiritish kerak? Tog'ga borib yashamaymiz-ku, yo har doim chaqmoq chaqmaydi-ku, yo har doim ham haliga sharsharani oldida o'tirmaymiz-ku. Demak, organizmda anionlarni ko'paytirish uchun yapon olimlaridan keyin Italiya olimlari giyohlarga minus zaryad berishni o'rganishgan. Mana bu accumulate assay degan texnologiya. Akkumulyator. SA bu shunaqa o'zini brendi. Demak, o'sha giyohlarga minus zaryad berganki, organizmga bu giyohlar boyagi vitaniya, boyagi ukrop, kashnich, petrushka, mevalar kirgandan keyin minus nima qiladi? Bilasizlar, plyusga borib yopishadi. Bu degani nima degani? Qatingiz kasal bo'lsa, boyagi plyus joylaringizga minus butun mevadagi boyagi men o'qib bergan 500 ta modda, boyagi efir moylari, aminokislotalar, sapagin moddalari ana shu kasal joyga borib minus plyusga borib yopishyapti va natija tez bo'lyapti. Endi biz doktormiz, bizga tezroq natija kerak. Bu mahsulotlar, bunaqa texnologiya dunyoda bitta, hech kim buni qila olmaydi. Avtorlik texnologiyasini olgan bu ishlab chiqaruvchi APL Go deyiladi, Anti-Aging Products Line deyiladi. Ingliz tilida, rus tilida antivozrastная продуктовая liniya. Demak, bularning asosiy yo'nalishi insonni yoshartiradigan yo'nalishga qaratilgan mahsulotlar deyiladi. Demak, accumulate assay texnologiyasida bular har xil mahsulotlar ishlab chiqargan. Mana misol, mana Grow degan mahsulot bor.
Sizlarga 3 ta 4 ta mahsulotda tanishtiraman. Chuqurroq. Mana Grow degan mahsulotni tarkibini qarasanglar, anor foydami? Foyda. Zaytun foydami? Foyda. Qur'onda bor. Vattini va zaytun. Ganoderma ko'pchilik biladi. Cordyceps degan bu nima? Gribi deydi, haligi zamburug' deydi. Bu o'sha nimalarda o'sadi. Qo'ziqorin, kechirasizlar, zamburug' deyman. Qo'ziqorin deyiladi asosan. Bu Malayziya, Indoneziya, o'sha Tailand, Xitoyning janub joylarida, o'sha Kambodja, o'sha joylarda o'sadigan juda foydali, hattoki onkologiyani ham juda ko'p kasalliklarni davolaydigan qo'ziqorin, cordyceps yoki o'sha grip reishi deyiladi, har xil qo'ziqorin reishi, qo'ziqorini deyiladi, bir qancha nomlari bor. Demak, Ganoderma o'zini nomi, o'sha lotin nomida Ganoderma deyiladi. Esingizda bo'lsa, bir tashkilot bor edi, kompaniya bor edi, faqat shu Ganoderma mahsuloti asosi bo'lib, juda ko'p kasalliklarni davolashgan. Minglab yillar davomida ko'p kasallarni davolab kelishgan. Chernika bor tarkibida. Aptekada hozir ko'z doktorlari chernika yozib beradi, ko'zingizni yaxshi qiladi deydi. Например, aloe vera bor, bilasizlar. Fizalis degan meva bor. Yaqinda bir juda qimmat restoranga bordim, o'sha bir salat olib keldi. Qarasam, mana shu meva turibdi, xuddi olchaga o'xshaydi, gilosga o'xshaydi. Faqat kisli, achchiqqina. Olib keldi, o'sha bundoq qaradim, fizalismi desam, ha deydi. Bitta dona qo'ygan, qimmat salat dona qo'yib qo'ygan. Tushunasizlarmi? Buning ichida bor, buning ichida kilolab fizalislar bor. Xo'p, pijma, har xil yana nimalar bor? Smorodina, mana aloe verani aytdim. Klyukva bor, chernika bor, ribina bor. Xo'p, boyagi vitaniya bor, ashvagandha. Boyagi giyoh, ashvagandha giyohi ham shu yerda bor. Men sizlarga o'qib bergan boshingizdan oyoq. Ashvagandhani uni qidirib, qayerdan olib kelaman, Hindistondan zakaz qilaman, Tibetdan terib kelaman demaysiz. Oldingiz bitta Grow'ni olib ichdingiz. Ichida mana shu hamma sizlarga aytgan narsalar bor. Hozir ko'rsataman korobkasini, mana bizda uyda doimiy turadi. Mana shu Grow mahsuloti mana. Ya'ni buni bitta drajesini olib ichganingiz, ana shu 20 ta boyagi giyohni ichdingiz hisob, bu organizmga kirib, boyagi 20 ta giyoh o'zi ishini qiladi. Qatingizga nima kerak bo'lsa, yuragingizga quvvat kerak bo'lsa, yuragingizga boradi. Yurak kasal bo'lsa, pochkangiz kasal bo'lsa, pochkangizga boradi, jenskiy bo'lsa, jenskiyga boradi. Suyagingiz kasal bo'lsa, suyagingizga yetib boradi. Bu mana shunaqa Grow mahsuloti hisoblanadi. Buni asosiy yo'nalishi immunitet. Shamollab turgan odamga berasiz, farzandingizga berasiz, 15 minut, 20 minutda natijasini ko'rasiz. Immunitetni juda ham yaxshi oshiradigan mahsulot hisoblanadi. Xo'p, Mels mahsuloti. Buni ham ota-onalarimiz yaxshi ko'rishadi. Mana tarkibi. Tarkibida qizil qalampir munchoq, gvazdika bor. Koritsa bor. Dolchin deydi, например. Zanjabil bor, imbir deydi, bilasizlar. Papaya bor, pijma, pajitnik degan giyohlar bor. Juda kuchli, bular qurtni o'ldiradigan giyohlar hammasi. Imbirni bilasizlar, zanjabilni qanchalik kuchliligini. Papaya degan qovoq urug'i bor. Qovoq urug'ini ham bilasizlar qanchalik qurtlarni tozalaydi. Mana shu bir 20 ga yaqin har xil giyohlardan qilingan Mels mahsuloti. Bu organizmda borki, virus, bakteriya, qurt, parazit hammasini qirib tashlaydi. Mana uyda bizda turadi. Bolalarim, o'zim olib ichib olamiz. Vaqti kelganda olib ichamiz. Kutish kerak emas, qachon bizga organizmga bir virus tushib yoki qurt tushib odamni dabdala qilishini, chunki asosiy kasalliklarni ishonaveringlar, mana praktikamda o'sha teri kasalliklaridan boshlab nafas kasalligi bo'ladimi, boshqami, bularni tegida yo revmatizm bo'ladimi, bularni tegida hammasida bakteriya, virus, qurt, parazit, zamburug'lar yotadi. Mana shu tarkibida, Mels tarkibidagi 20 ta giyoh ana shu любой parazit, bakteriyani tegi bilan qirib tashlaydi. Demak, bir, ikkinchisi torch infeksiya deydi. Mana doktorlar agar mediklar bo'lsa, bilasizlar, torch infeksiyani tozalab bo'lmaydi. Sabablarini men darslarda o'tib beraman, chunki bu hujayraning ichiga kirib oladi birinchidan. Hujayraning ichiga kiradigan hali molekulyar yo nanotexnologiyada, aptekada dorilar yo'q, so'rab ko'ringlar. Bu nanotexnologiyada, o'sha molekulyar texnologiyada maydalangani uchun tarkibidagi 20 ta Alloh yaratgan antivirus bakteriya
viruslar, bakteriyalarni qiradigan giyohlar, bular hujayraning ichiga kirib, hujayraga tegmasdan hujayrani ichidagi virus, bakteriyalarni hammasini qirib tashlaydi. Bu to'rtinchi infeksiyaga ureoplazma, xlamidiya, mikoplazma, taksoplazma, CMV juda ko'p kasalliklar chaqiradi. Homiladorlardan mana hozir tug'ilyapti DCP bolalar, miyasi falaj. Onasini tekshirtiramiz yoki ota-onasidan so'rasam, bizada shu Epstein-Barr yoki CMV, sitomegalovirus yoki gerpes virusi bor, to'rtinchi infeksiyasi bilan tug'yapti. Mumkin emas. To'rtinchi infeksiya bor bolalar, ota-ona iloji boricha oldin tozalab olinglar, keyin homilaga harakat qilinglar. Homila bo'lmaganlar, alhamdulillah, mana 7 yillab, 10 yillab, 13 yillab ekolar qildirib borib 7,000, 8,000 dollarlarga ishlatib kelayotganlar bor. Farzand bo'lmaganlar bizada bo'ldi. Eng ko'pi mana 13 yil farzand bo'lmagan, farzandli bo'lib ketdi, alhamdulillah. Nima qildik? To'rtinchi infeksiyani tozaladik organizmdan. O'sha ureoplazma, xlamidiya, bular kerak bo'lsa urug'ni yeb tashlaydi erkaklarda, ayollarda polniy shamollash, trubalarda shamollash chaqiradi, kistalar chaqiradi. Kerak bo'lsa hattoki onkologiya ham chaqiradi. Bu ham mani gapim emas, internetga kirib to'rtinchi infeksiya onkologiya deb yozsanglar chiqib keladi maqolalar. Mediklarimiz bo'lsa albatta o'qib ko'ringlar. Ureoplazma, xlamidiya bu isbotlangan. Bizada praktikada bo'lgan. O'sha to'rtinchi infeksiyani tozaladik, onkologiya orqaga qaytdi, yo'q bo'lib ketgan kasallarimiz bo'lgan. Happy degan mahsulotimiz bor. Mana tarkibida to'g'ri faqatgina o'sha meva giyohlardan qilingan. Buni asosiy yo'nalishi, demak, ruhiy zo'riqish, stress, depressiyalarga juda ham foydasi katta. Bu men uydagilarni ko'rsataman, o'zimdagilarni. Mana GTS mahsuloti. O'zim doimiy ichib yuradigan mahsulot, yaxshi ko'raman. Buni ichgan odam GT. Demak, Nissan GT, Mercedes GT, bizani yigitlarimiz yaxshi bilishadi. Lamborghini, любой Lamborghini deydimi italyanlar. Demak, GT degani Grand Tour degani. Demak, Grand Tour degani uzoqqa yuradigan mashinalarga GT deb qo'yadi. Uzoqqa chidaydigan mashinalarga GT deb qo'yadi. Ham скоростной mashinalarga. Demak, bu GTS xuddi shunaqa organizmga energiya berib, butun organizmga kerak mikroelement, minerallar bilan to'ydiradi. Mana shunaqa drajelar bo'ladi, tili tegidan og'izdan so'riladi. Juda ham mazali. Tili tegidan so'rilishi maqsad o'sha oshqozonda hammada har xil. Kimdadir oshqozon yallig'langan, kimdadir ichaklar yallig'langan so'rilish bo'lmaydi. Bu xuddi o'sha validol nitroglitseringa o'xshab tili tegidan og'izdan so'rilib, primoy qonga ketadi. O'shaning uchun shirin, mazasi juda ham yaxshi qilingan. Xo'p. Qog'ozlari bor ichida, bu yerda o'zbek tilida ham bor. Men oxirida hali ko'rsataman. Bular hammasi qonuniy O'zbekistonga Sog'liqni saqlash vazirligi, SES hamma dokumentlar bilan kirib keladi. Mana men o'zim ichib yuraman. Demak, bu umuman charchatmaydigan mahsulot hisoblanadi. O'zim ichadiganlardan yaxshi ko'radigan Beauty. Buni mana bizlarning ko'pchilik biladi. Eng zo'r, eng kuchli mahsulotlardan bittasi hisoblanadi. Men birinchi kelganim mana shu o'zi mana shu Beauty'ni tarkibini ko'rib kelganman. Mana tarkibini ko'rib olsalar, 20 dan ortiq giyohlar bor. Mana tarkibini o'qib beraman. Demak, romashka, salotka, qizilmiya, labaznik, juda kuchli onkologiyaga qarshi. O'qib ko'ringlar internetda labaznik deb, aloe vera, aduvanchik, artishok aptekada sotadi, rastaropsha aptekada sotadi buni alohida. Kurkuma zarcheva rakka qarshi, ko'k choy ekstrakti rakka qarshi, limonnik, bakopamaniya, vitaniya boyiga ashvagandha o'qib berdim. Eleutrakok, limon, qulpunay, anor shifosini bilasizlar, uzum danagi, olma, ribina, avokado. Avokadoni agar internetdan o'qib ko'rsanglar sevib qolasizlar. Bekor yemas ekanman deymiz. Lekin mazasi taxir, palon pul turadi. Korzinkada sotadi yo bozorlarda avokado sotadi. Internetda o'qib ko'ringlar. Mana shuni ichida bor. Buni alohida avokado, alohida anor, alohida qulpunay, alohida 20 ta giyohni olib tayyorlab ichishingiz shart emas. Buni oldingiz, bitta donasini olib tili tagiga tashladingiz. Mana olaman, ichib olaman. Nimasi? Любой payt. Ovqatdan oldin, ovqatdan keyin farqi yo'q. Hech qanaqa. Demak, bu boyaga aytganimdek bad emas. Bular nutritseptik, absolut. Faqatgina shu mevalar bor. Shuning uchun homiladorga ham, emizikliga ham, chaqaloqqa ham bemalol bersa bo'ladi. Boyaga ruhiy kuch beradigan Happy masalan. Hop, slide bu bo'g'imlarga. Ular hammasi o'sha tarkib bo'g'imlarni polni tiklaydi, qon
tomirlarni tiklaydi, davleniyaga yaxshi, yuragiga juda ham yaxshi mahsulot hisoblanadi. Bular to'g'risida bizani doktorlarimiz doimiy darslar o'tib berishadi. Bitta, ikkitasini olib. Yangi mahsulotlardan Lifetime tarkibida bir qancha Nobel mukofotlari bor. Lifetime degani organizmda o'sha xromosoma darajasida demak umrni uzaytiradigan Nobel mukofotlari ichida bor, giyohlar bor. Nobel mukofotini olgan ferment telomeraza degan fermentlar qo'shilgan. Perfect bu semizlikni yaxshi, sog'lom, chiroyli ozdiradigan, organizmni to'ydiradigan hamma kerakli narsa bilan va ochlik nimasini ham yo'qotadi. Odam uncha ko'p yemaydi, lekin organizmni polniy vitamin, minerallar bilan tiklab, chiroyli ozdiradigan mahsulotimiz. Horse power, men o'zim ham ichib yuraman. Bu o'sha buyrak kasalliklari, prostata, erkaklik funksiyalariga juda ham foyda, energiya beradi. Power degani ingliz tilida kuch degani bilasizlar. Buni erkak formulasi ham bor va ayollar formulasi ham bor. Qizili ayollarniki, mana bu binafsha erkaklarning formulasi. Erkaklar va ayollar uchun. Ayollar hamma kasalliklari, hayz buzilishi, gormonal problemalar, mana boyagi fitosterinlar bu yerda juda ham ko'p. Demak, mioma, mastopatiya, sut bezidagi problemalar, har xil endokrin kasalliklarda, qalqonsimon bez kasalliklarida ham men yozib beraman, natijalari juda zo'r. Kistalada zo'r natija. Endi kompleksda beramiz. Xo'p, bu nima ekan? Relax. Asablarga bitta ichgan odam effektini biladi. Bu asablarni yaxshi qiladi, uyqularni yaxshi qiladi, bittada bilinadi. Bir kunda ichgan odam o'zi effektini sezadi. Alt bor ekan, bu uyda borlarni aytayman. Alt bu asosan qonni tozalaydigan detoks, jigarni tozalaydi, buyraklarni tozalaydi. Har xil jigar, buyrak, boshqa astma, allergiya, teri kasalliklarida allergiyasi bor odamlarga natijasi zo'r, chunki allergiya degani organizm zaharlanib ketgan holatda bo'ladi. Ana shu qurtlardan, bakteriyalardan, aptekani dorilaridan, jigar kasalliklari, chunki jigar filtr bilasizlar, pochka kasalliklari, buyrak filtr, qattaki problema bo'lsa, o'sha organizmda zaharlanish bo'lgandan keyin ana kanga ham, boshqasiga ham insonda allergiya holatlari bo'ladi. Alt bu yaxshi allergiyalarni tozalaydi, haligi aptekan dorisiga o'xshab uxlatib, boshini og'ritib, boshqa narsa qilmaydi. Mana shunaqa mahsulotlar. Bulardan har xil mahsulotlar bor. Bir 19 xil mahsulotimiz bor. Bular to'g'risida to'liq ma'lumotlar berib boramiz inshaalloh. Bizda har kuni qanaqadir bir darslarimiz bo'lib turadi. Bular boyaga aytganimdek hammasi qonuniy, hammasi свидетельство, boyaga ruxsatnomalar, Sog'liqni saqlash vazirligi, bular hamma bizda qayerdaki ofislar bo'lsa, o'sha yerda bizani demak hamkorlarimiz chiqarib qo'ygan. Gostandart har kelganda bular qonuniy Gostandart, boshqa Sog'liqni saqlash vazirligi analizlari bilan, seslari bilan bular kirib keladi. Bularni ham prosta sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bular hammasi qonuniy. O'shandan bilishinglar kerak va xalqaro sertifikat standartlari bor. Bu Amerikaniki, demak FDA deyiladi. Buni biladiganlar biladi. Butun dunyoga o'tadi. Yevropa standartlari, TÜV standart deydi. ISO standartlari 2009, 2020 har xil Yevropa standartlari bor. Va albatta muhim, demak halol standartlari bor. Bu xalqaro halol standarti butun dunyoga musulmon davlatlariga o'tadi. Yevroosiyo standartlari chiqilib xalqaro standartlardan o'tgan va O'zbekistonga boya aytgandek qonuniy kirib keladigan mahsulotlar. Xo'p, vakolatxona O'zbekistonda 2017-yil 15-oktyabr kuni ochilgan. O'zbekistonda qonuniy, rasmiy ishlaydigan vakolatxona bor bizda. Hamma mahsulotlar qonuniy kirib keladi. Mana orqamda turibdi, bu Germaniya, Shvetsariyada chiqadigan kosmetikalarimiz bor, Rossiyada chiqadigan kosmetikalar bor. Bundan tashqari so'rasanglar, o'sha sizlarni taklif qilgan odamlarga so'rasanglar, kashalar bor, choylar bor, juda ham mazali, kofelarimiz bor, ish qilib ko'p narsalar bor. Kesel, boshqa kosmetikalari ham juda zo'r. Qiziqsanglar, bu postepенно inson ichkaridan sog'ayib olgandan keyin tashqaridan ham sog'lom yursa bo'ladi. Xo'p. Endi ish masalasida ikki og'iz aytib ketaman. Demak, bizda vakolatxonada qonuniy, rasmiy ishlash
imkoniyati bor. Ya'ni to'liq rasmiy nima bilan o'tiladi. San a'zo bo'lding, ishlavur, soqqani qilaver degan narsa emas. Bu yerda qonuniy pasport, hamma narsa bilan registratsiyadan o'tiladi va YTT ochiladi. Davlatga soliq to'langan holda bizani oyliklarimiz o'zbek plastikaga tushadi. Ishimiz nima? Yaxshi narsani o'rganib, odamlarga foyda keltiradigan narsani odamlarga yetkazib berish bo'ladi. Demak, oldin mahsulotlarni ko'rib olish kerak. Albatta, o'zingizga kerakmi bu yo kerak emasmi? Shuni hal qilib olish kerak. Sog'lig'ingiz 100% sog'lom bo'lsa, hech kerak emas. Sop-bosoq chop qilib yuravering, kasal bo'lguncha. Lekin aqlli inson bo'lsangiz, kasallik oldini olasiz. Kasallikni oldini olish kasal bo'lib davolanishdan yaxshiroqdir deb birinchi bo'lib 1400 yil oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu narsani aytib ketdilar. Hozirgi kunda bu juda ham davr talabi va mana prezidentimiz doimiy gapirib kelayotgan narsalari. Vrach bo'lmasalar ham, shifokor bo'lmasalar ham hamma joyda hozir gapiryaptilarki, kasallikni oldini olinglar. Kasal bo'lib million puling ketgandan ko'ra arzimagan pul bilan sen oldini ol deb gapirayotgan hamma joyda chiqishlarini eshityapsizlar. Profilaktika va hamma o'sha sog'liqni saqlash boshqarmalari, sog'liqni saqlash vazirligi hammasini oldiga hozirgi kunda kasalliklarni oldini olish, onalarni kasalligini, bolalarni kasalligini oldini olish, xalqimiz orasida har xil gematologik kasalliklar, onkologik kasalliklarni oldini olish, uni bo'lib davolanish kerak emas. Uni bo'lgandan keyin davolash qiyin bo'ladi. Oldini olinglar, baraka topkor. Buni boya men keltirib berdim sizlarga doktor sifatida. Tarkibidagi boyagi bioflavonoidlar, antiradikallar, o'sha radikallarni tozalaydigan antioksidant moddalari deyiladi. Antioksidant. Demak, o'sha organizmda paydo bo'ladigan erkin radikallar, rak chaqiradigan, tutundan, ximiyalardan, любой narsadan, yeyotgan ovqatimizdagi ximiyalardan paydo bo'ladigan erkin radikallarni yo'qotadigan, qirib tashlaydigan antioksidant, bioflavonoid moddalari bor bularning ichida. Boyagi mevalarning ichida. Shuning uchun sog'lom paytda ichib yuring. Mana ichib yuribman-ku. Hech narsa bo'layotgani yo'q. Alhamdulillah, gripp ham bo'lmayman, mashalloh. Necha yildan beri, men 35 yildan beri gripp bo'lganim yo'q. Oldini olinglar, baraka topkir. Haligi jinniga o'xshamasam kerak. Ichib yuribman-ku, men mashalani ochib yoki farzandlarim ichyapti. Kasal bo'lmay katta bo'lishdi, alhamdulillah. Oilamiz ichadi bizada. Shu narsani masalaga yetkazyapman. Shu narsani o'zingizda ko'ring, foydasini sezsangiz, birovlarga ayting yoki aytmang, bekitib yuring. Unaqa bo'lmaydi. Bizada masalan, mana alhamdulillah hozir bir 4 yildan beri mana shu mahsulotlar bilan ishlayapman. 100 mingdan ortiq odam ichib yuribdi, ichdi ham, sog'aydi ham, duoni ichida yuribmiz. Alhamdulillah. Demak, odamlar duosi uchun biz ishlaymiz. Endi insonlar sog'ayapti, kimdir sahrdan mana gruppamni tashab qo'yaman, mana shu nimaga. Albatta, kiringlar o'sha kanalga kirib, o'sha yerda endi bir 100 tadan bittasi aytadi, Naim aka yaxshi bo'ldim deb tashab qo'ysam maylimi deb so'rab, o'sha gruppaga tashiyman. Ko'pchilik yaxshi bo'ladi. Qachon bir viloyatlarga borganimda duo qilib o'tiradi onaxonlar. Onajon, menga aytmaysizmi shuni? Bir og'iz yozib qo'ymaysizmi yaxshi bo'lganingizni, natijangizni? Odamlar ham ko'rib sizga qarab ixlos qilib, balki ular ham ichardi. Desam, "Voy, shu xayolim kelmabdi, yaxshi bo'lganimga xursand bo'lib yuribman" deydi. Qancha onaxonlarni, otaxonlarni sahrdan yaxshi bo'lishiga sababchi bo'ldik. Oyog'i kesilmasligiga, ko'r bo'lmasligiga, jigari sog'aydi, sirrozlardan chiqib ketdi odamlar, farzandli bo'ldi, revmatizm, haligi oyog'iga protez qo'yamiz dedi, protezdan olib qoldik. Tiklanib ketdi shu mahsulotlar bilan. Endi nima bo'lyapti? O'sha onaxonlar yaxshi bo'lgandan keyin bekita olmayapti. Hammaga yetib ketyapti. Ko'rganlar o'zi so'rayapti, nima qildingiz deb. Aytdimi? Masalan, mana shu mahsulotlarni ichyapman deyapti onaxonlar. Mana shu narsalar mana Naimbek bolam deydi, olib berdi, ichyapman deydi. Shularni ichdim, mana yaxshi bo'ldim. Dugonalari ko'ryapti-ku ko'zi bilan. Voy, bizga ham olib kelib bering deyapti. Onaxon masalan chiqyapti Naimbekka, bolam mana shu dugonamga ham qilib bergin deyapti. Men yetkazib beryapman. Tekin emas-ku. Zavod sotyapti-ku. Zavod sotgan pulidan, sotgan foydasidan
Kim reklama qilyapti? Onajon reklama qilyaptilar. O'sha onaxon reklama qilganlari uchun reklama pulini onaxonga o'sha registratsiyadan o'tib, men onaxonga aytaman, onajon, menga nimalaringizni tashlang, vakolatxona sizni registratsiyadan o'tkazadi deb ishchi sifatida o'sha vakolatxonada rasmiy ishchi sifatida registratsiyadan ro'yxatdan o'tadi, hamkor sifatida va reklama qilgani uchun oyliklar tushib keladi. Mana shunaqa ishimiz ham bor. Demak, oyliklar demak qonuniy plastikka tushadi. Doim so'raylar. Meni oyligim qayerga tushadi deb so'raylar. Hozir juda ko'p har xil kompaniyalar paydo bo'lyapti. Bizaniki ilmiy ishlab chiqarish tashkiloti vakolatxonasi, kompaniya emas. Bizada a'zo degan narsa yo'q. Bizada hamkorlik programmasi deyiladi. Demak, a'zo qilib ketdi, undoq bo'ldi, bunaqa narsa emas. Piramida emas. Reklamniy biznes, ya'ni endi reklama qanaqa? Reklama siz o'zingiz, ya'ni ishchi, ish beruvchi sifatida, ya'ni bemalol odamlarga birinchidan boyaga nima bo'ladi? Boyaga onaxondan 10 ta odam olib ichdi, yaxshi bo'ldi 20 tasi. Maqsad shularni yaxshi bo'lishi edi. Ular sog'ayib ketdimi? Ulardan ertaga yana 400 ta odam yaxshi bo'ladi. Maqsad aholini sog'aytirish, lekin kechirasiz-ku 400 ta odam mahsulot sotyapti-ku. Ana shu reklama uchun zavod oylik chiqarib beradi o'sha ertaga boyaga 20 ta odamga. Bu boyaga onaxonni tashkiloti. Kechirasiz-ku, bu tashkilotni kim tuzdi? Bu reklama tashkilotini, ishxonani kim tuzdi? Boyaga Munavvar opa tuzdi, masalan. Munavvar opaga yana tashkilotning rahbari sifatida zavod yana oylik chiqarib beradi. Mana shunaqa bir necha xil oyliklarimiz bor. Bu oyliklar to'g'risida sizlar o'sha sizlarni taklif qilgan odamlarga yoki mana hozir topib qayerdandir YouTubedan, Instagramdan qayerdandir topib chiqayotgan insonlar bo'lsa, menga ham bemalol chiqaringlar, biz o'rgatib boramiz. Qanaqa oyliklar bor? Bir necha xil oyliklarimiz bor. Sotuvdan chiqadigan oylik bor. Boyaga tashkilot, siz ish berib, ish beruvchi sifatida tashkilot yaratdingiz. Masalan, 10 ta odamingiz deylik 100 ta sotilishiga sababchi bo'ldi. Lekin 10 ta odamingiz ertaga 100 ta bo'lib ketdi. 100 tasi ertaga 10 ming talab sotadi. Zavod foyda ko'ryapti-ku. O'sha demak tovar-оборотdan sotilayotgan pullardan, sotilayotgan ob'yomdan, hajmdan o'sha ishlayotgan odamlarga zavod pul ajratib qo'ygan. Endi mana buni yaxshi tushunib olishingiz uchun bir xilla so'raydi. Naim aka, nimaga televizorda reklama bermaysizlar deydi. Birinchidan, nima uchun zavod pulini televizorga ajratmaydi, televideniyega? Masalan, nima uchun ajratmaydi? Chunki birinchidan televideniya befoyda. Televideniyani qo'yasiz, reklamalar ko'p foyda bermaydi. Pastayni aylanadi, to'g'ri. U masalan katta kompaniyalar bor, olaylik Coca-Cola, tam Pepsi-Cola, har xil. Bular doimiy aylanaverib odamga baribir ta'sir qiladi. Endi ularni sifati ham yaxshi. Lekin bir xil kanallarni qo'ysangiz, dori reklama qiladi. To'g'risi, odamlar u dorini olib ichmayapti hozir. U dorini reklamasini ko'rib borib qidirib olmayapti. 99% baribir doktor yozib bergan narsani oladi. Yoki o'zini dugonasi yaxshi bo'lsa, yoki o'zini bir xolasini qizi yaxshi bo'lsa, o'sha tavsiya qilsa, o'shandan oladi. Bilasizlar, bu narsani yaxshi bilasizlar, sarafanniy radio deydi. Ya'ni gapga ishonamiz. Televideniyada otaxonlar chiqib, yo onaxonlar chiqib, mana buni ichuvdim, chopqillab ketdim deganiga ko'pchilik ishonmayapti hozir. Chunki u necha yildan beri bunaqa reklamalar olib ichganlar ham effektini ko'rmagan yoki noto'g'ri berib qo'yiladi. Hamma narsa hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Yoki reklama boshlansa aylantiramiz. Reklama qani endi televideniyada tekin bo'lsa. Bir qiziqib ko'ringlar. O'sha 30 sekund reklamasi necha pulligini, bir oyda necha pul to'lashingizni bir qiziqib ko'ringlar. Reklamani o'zini vaqti bor yana. Masalan, ertalab beradigan boshqa pul to'laysiz, nechadir million. Obedda boshqacharoq, kechqurun hamma ko'radigan paytda umuman boshqa 100 millionlab pullar bo'ladi. Bu narsa ofitsialniy, normalniy. Televideniya o'shani hisobiga ular ham apparat sotib oladi, shuncha odam ishlayapti. To'g'ri, reklamani hisobiga bo'ladi. Bizga futbol ko'rsatyapti, kinolar ko'rsatishyapti, konsertlar ko'rsatyapti. Bu normalniy. Lekin mana bu zavod
shu televideniyega to'lamayapti, chunki ishlamaydi. Odamlar chiqib gapirsa, masalan, o'chir deydi-da, o'chirib yuboradi. 19 ta mahsulotni kim uni reklama qilib o'tiradi 30 sekundda. Hech kim qila olmaydi. Shuning uchun zavod pulini reklamaga ishlatadigan 63% toza foydadan 63%ni, masalan 100 so'm tushsa, 37 so'mini o'zini zavodiga rivojlanishiga ishlatsa, o'zini oyliklari, o'sha yerdagi ishlayotgan olimlar, ishchilarga ishlatsa, 67 so'mini reklama qilayotgan odamlarga tarqatib beryapti, reklama uchun sotyapti-yu. Shu odam tufayli sotyapti-yu. Shuning uchun bu endi 67%ni, 63%ni 63 so'mni bo'lib olgan har xil oyliklarimiz bor. Masalan, o'sha sotuvdan bir qismi, ishga olganingizga, ustozlik qilganingizga, bir narsalarni o'qitganingizga, o'rgatganingizga, mahsulotlarni o'zingiz o'rganib odamlarga o'rgatganingizga, taqdimotlar o'tasiz, boshqalariga yana oyliklar ajratib qo'ygan. Bu narsani darslarda o'tib boramiz va o'sha sizni taklif qilgan odamlarga chiqsangiz, bular yaxshilab o'rgatishadi. Oyliklari yaxshi, Yevropa tashkiloti bo'lgani uchun, Yevropa xalqaro 90 ta davlatda ishlayotgan tashkilot bo'lgani uchun Germaniyaga boshqa pul, Fransiyaga boshqa pul, Ispaniyaga boshqa pul, Amerikaga boshqa pul bermaydi. O'sha Germaniyaga berayotgan pulni ishchilarga bizaga ham xuddi shunaqa pul beryapti. Ya'ni hozir boyagi chet ellarga borib ishlab, hali bombani tagida qolib ketib, Alloh asrasin, bunaqa risk qilib qancha bolalar mana eshitdinglar, shunaqa narsalardan bormagan yaxshida. Mana misol o'sha inshaalloh mana alhamdulillah o'zimizda tinch, maşalloh ko'z tegmasin, xotirjamlik, shu yerda o'shandan ko'p 5 barobar, 10 barobar pul topsa bo'ladi. Qonuniy davlatimizga soliq to'langan holda oylikni olasiz. Davlatimizni ham boyitasiz. Har olayotgan oyligingizdan soliq to'lanadi. Buni vakolatxonani zimmasida bu. Sizni boshingiz qotmaydi. Vakolatxona zimmasiga oladi qonuniyligini. Bular o'sha yerdagi ishlayotgan buxgalterlar, yuristlar, bular hammasi bo'yniga olgan. Sizlarning ishinglar, masalan, kattaroq oylikka chiqqandan keyin ungacha masalan biz tavsiya qilamiz. Masalan, boshida ishlayverasiz, YTT ochish shart emas. Yagona tartibda tadbirkorlik ochmaysiz, ishlayverasiz. Masalan, o'tda siz oyligingizdan buxgalteriya, mana shu vakolatxonani buxgalterlari davlatimizga 12% soliq olib qolib, keyin oyligingizni chiqarib beradi plastikingizga, o'zbek plastikaga. Buni soliq inspeksiyalari ko'rib turadi. Qonuniy 12% olib qoladi. Endi 12% 1% ga tushirish uchun bilasizlar, prezidentimiz yana qaror chiqarib 4% dan 1% ga tushirib qo'ydilar. Alhamdulillah, nima qilasiz? 100 so'mdan 12 so'm to'lab, когда 100 so'mdan 1 so'm to'lash mumkin. 100 dollardan 12 dollar nima qilasiz to'lab? 1 dollar to'lash o'rniga. O'shaning uchun darrov borasiz, ishlab ozgina oyliklarni ko'rgandan keyin yagona darchaga borasiz. Hozir bilmayman, 15 minut, yarim soat, uzoq 1 soatda sizga yagona tartibdagi tadbirkor degan ochib beradi. U yerda oyliklaringizdan 1% gina soliq to'lab, katta oylik boyga 100 dollardan 99 dollaringiz yoningizga qoladi. Mana shunaqa joylari bor. Bu to'g'risida hozircha chuqurlashmaymiz. Inshaalloh bu kechki paytlar darslarimiz bo'lib turadi. Kimga qiziq bo'lsa, ustozlarga chiqinglar. Bitta o'sha sizni yordam beradigan, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan, xato qilmaslikka, har xil piramidalarga, har xil bir dabdala noqonuniy joylarga kirib qolmaslikka yoki harom joylarga diniy tomondan o'sha bebaraka joylari ham bor. Mana shunaqalarga kirib qolmaslik uchun sizlarda ustozlar bor. Ana shularga chiqsanglar, darslar o'tib boriladi. Hozir alhamdulillah respublika bo'yicha o'sha asosiy vakolatxonadan tashqari bizada mana 35 ga yaqin filiallar ochilgan, qonuniy filiallar ochilgan. Ana shu yerda bizani ustozlar sizlarga hamma savolingizga javob berib, oladigan oyligingiz qanaqa, qachon bu halol bo'ladi, qachon harom bo'lib qoladi degan hamma savollaringizga javob olasiz. Bu yerda halol 100%. Bu to'g'risida men dars o'tib beraman. Xohlasanglar bir kunni planlashtirsak, rejalashtirsak,
hamma biznesda halol, harom bo'ladi, shartlari bo'ladi. Doktorlikni ham kerak emas dori yozib bersa, kerak emas laboratoriya testlarini yozib bersa haromga aylanadi. Sizga kerak emas, lekin o'sha laboratoriyadan yoki aptekadan ko'proq pul olish uchun kerak emas narsalarni yozib bersa haromga aylanadi. Bu degani hamma doktorlarning kasbi, doktorlik kasbi harom degani emas. Yoki magazin, oziq-ovqat magazini. Haloli bor, aroq qo'ydi, haromga aylandi. Kafe, restoranlar, oilaviy restoranlar bor, halol, aroq qo'ydi, boshqa qo'ydi, masalan, u harom. Bu degani hammasi haromga aylandi degani emas. Yoki qassoblik, tarozidan urdi, yoki haligi eshak go'shtini ham sotishdi, bilasizlar. Yoki aldab qo'ydi, ko'rsatmasdan suyak qilib yubordi. Bu yoqdan go'sht oldida, go'sht puli shuncha dedi, mendan bildirmay narsani tiqib bordi, masalan deylik. Bu harom. Bu degani bu hamma qassob harom degani emas. Bu ishda ham halollik, haromlik shartlari bor. Juda ko'p kompaniyalarda o'zi bilmagan holda haromga aralashib yuribdi, chunki ustozlari bilmaydi. Ustozlari bilan ko'rishamiz, katta-katta ustozlari bilan ko'rsatib beraman. Mana bunaqa bo'lsa, bu haromga aylanadi biznesingizdan. Bizga hech kim o'rgatmaganda deydi. Men endi o'rgandingiz deyman. Bu yo'g'i bilib qilavering deyman. Bildingiz. Shu paytgacha bilmagan bo'lsangiz, mayli, balki Alloh bir kechirar, bilmasdan xato qildi deb. Lekin hozir mana bugundan bildingiz, men sizga aytib qo'ydim. Mana bunaqa holatda haromga aylanadi. Ya'ni hali boya qassobga o'xshab. Demak, siz tarozidan uryapsiz. Demak, o'sha sharti. Bu biznesda ham juda nozik shartlari bor. Qachon halol, qachon harom bo'ladi degan shartlari bor. Bizada alhamdulillah hamma ish, hamma oladigan oyliklar halol shartlariga olimlarni, meniki emas, bu meni gapim emas, shuni tushunadigan olimlar bor. O'sha shartlarni keltirib berilgan. Bir 12 ta sharti bor. O'shanga bu halollik shartlariga demak rioya qilinadigan bir juda zo'r ish hisoblanadi. Bu birinchisi qonuniyligini aytdim va albatta bu yerda yana bitta joyi boyagi boshida sizlarga aytib o'tdim, odamlarning duosi. Odamlarni o'sha yurolmagan onaxon yurib ketsa, ana uni xursandchiligini biz ko'rib yuribmiz. Minglab odamlarning duosini olib yuribmiz. Kimdir sahrdan qutulyapti, kimdir bolasi mana aniqim Marg'ilonga bordik. Bolam tutqanoqdan tuzaldi deyapti. Alhamdulillah. Gap pulda emas. Ba'zi odamlar puliga qiziqib ketyapti. Gap pulda emas, baraka topkurlar. Gap ana shu siz nima qilyapsiz hayotingizda. Yaqinda bittasi so'radi, Naimbek aka, shuncha kuch qayerdan olasiz dedi. Men aytdim, mana o'sha kuni Marg'ilonga bordim, qancha odam chiqib gapirdi. Bittasi bolasi 3 yildan beri tutqanoq yo'q. Miyada. Davolangan bola. Постоянно doktorlarning davosida bo'lgan. Epilepsiya, tutqanoq bilasizlar. Uni davosi yo'q. Dorilar ichib yurgan, karbamazepin, har xil dorilar ichib yurgan. Endi tutqanoqning yomonligi oxiri ruhiy kasal bilan tugaydi. Mana 3 yildan beri tutqanog'i yo'q dedi. Bittasi aytdi, erim yaxshi bo'lib ketdi dedi. Bittasi ammam yaxshi bo'ldi. Bittasi aytdi, haligi operatsiyadan qoldi, protez qo'yish kerak edi oyog'iga. Yo'q, chopqillab yuribdilar xolam, ammam. Bittasi davleniyasi yaxshi bo'lib ketgan, 180 200 ga chiqib ketardi dedi. Mana 120 ga 80. Demak, bu onaxonni insultdan qaytardik. Biza sababchi bo'ldikki, bu insult bo'lib yarim yil ishlamay yotish kerak edi. Qiynalib, siqilib. Endi u insult bo'lgan odamni siqilib yotishini o'ylang. Qanaqa osmonga qarab siqilib yotadi, bolalarimni qiynayapman. Qiynalmayapti. Biza sababchi bo'ldik shunga. Demak, bu onaxon chopqillab yuribdi 120 ga 80 davleniya bilan. Qadamiga ajr bo'lsa kerak. Sizlar shuni tushunib olsanglar, ana uni bosib urasizlar gazni. Sizlar ma'nosini tushunib olinglar. Anitda pul bor ekan, mamitda bundoq ekan, halol haromiga qaramasdan, qonunsizligiga qaramasdan tiqilib ketaveradigan odamlarni men hurmat qilmayman, to'g'risi. Inson birinchi o'rinda nimaga ishlayapti, nimaga shu mahsulotlarni o'rganyapti, nimaga shu odamlarga kerak mohiyatini tushunib olsa, ana undan keyin biz iltimos qilmaymiz, keling, ishlang degan joy yo'q. Prosta imkoniyatini ko'rsatib ketamiz. Hozir ish to'g'risida ham gapirganim, ertaga, Naim aka, mahsulotlar zo'r ekan, ishni nega bekitdingiz? Nega yetib ketmadingiz? Ishlardik. Biz ham demasligingiz uchun bu narsani albatta aytib ketdim. Xo'p, Asilbek, videoni boshidan oxirigacha ko'rasiz. Menimcha oxirida qo'shilgan bo'lsangiz kerak. Albatta, o'sha sizga kim
mana shu gruppani taklif qilgan bo'lsa, o'sha insonga chiqsangiz, inshaalloh sizni hamma savolingizga javob beradi. Toshkentda bo'lsangiz, bemalol mana menga ham chiqavering, ko'rishib, bizda vakolatxona bor, shundoq Yunusobodda Mega Planetani yonida borsangiz, hamma dokument, hamma hujjat, hammasini ko'rsatib tushuntirib beramiz. Agar boshqa shaharda bo'lsangiz, o'sha sizni taklif qilgan odamlarga chiqsangiz, albatta to'liq ma'lumot berishadi. Xo'p, hammaga xayrli kech, hammaga quvvat, Allohim o'zi kuch-quvvat bersin. Mana shu yaxshi narsalarni odamlarga yetkazishda Allohim kuch-quvvat bersin. Mohiyatini tushunib olinglar, pul to'g'risida o'ylamanglar, pul kelaveradi. Birinchi o'rinda ajr bir kunda o'sha mana shu yaxshi narsalarni 10 ta odamga yetib 10 ta ajr olasizmi? 20 ta odamga yetib 20 ta ajr olasizmi? Mana shuni tushunib olinglar-da, to'xtamanglar. Allohim o'zi kuch beraveradi, Allohim o'zi baraka beraveradi. Mehnatingizga yarasha oyligingiz ham kelaveradi, qonuniy. Etib ketaveringlar yaxshi narsani. Uning uchun oldin yaxshi o'rganib olishinglar kerak. Qanaqa etiladi, mahsulotlar to'g'risida qanaqa ma'lumot beriladi, doktorlar to'g'risida qanaqa ma'lumot beriladi, shuni sizlar yaxshi o'rganib olishinglar kerak. Любой ishga, kasbga o'xshab, bu yerda ham boshida ozgina o'qib olish kerak, o'rganish kerak, o'qish kerak. Ilm doim kerak, foydali ilm bo'lsin, odamlarga foydasi tegadigan ish bo'lish kerak. Hammanglarga Allohim o'zi ishlaringlarda barakotlar bersin, kuch-quvvat bersin, sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Mana shu sog'lom yurishni, kasal bo'lmasdan yurishni O'zbekiston xalqiga o'rgatishda peshqadamlardan bo'linglar. Inshaalloh biz ham ana shu yapon xalqiga o'xshab, yaponlarga o'xshab 100 yoshda ham, 120 yoshda ham karate qilib, ota-onalarimiz, o'zimiz inshaalloh 120 yoshda karate qilib, tepib, urib, sportlar qilib, chopqillab yuraylik. Inshaalloh hali 40 ga borib, hamma joy to'kilib, kasal bo'lib, grija bo'lib, oyoqlar haligi parchalanib, protez bo'lib, qiynalib yurmaylik. Sog' bo'laylik. Alhamdulillah, meni taniganlar bilishadi. Alhamdulillah, mana necha yildan beri bilishsa, biron marta meni gripp bo'lganimni ko'rishgani yo'q, mashalloh deb qo'yinglar. Bilishadi mana ko'pchilik. Shuning uchun shogirdlarimiz ham xuddi shunaqa. Biron marta hali bir kasal bo'lib yotganini bilmayman. Prosta ishdan charchashadi bechoralar, o'sha ajri ketidan yugurib ustozlar charchab qolishadi. Men urishib beraman. Dam olinglar desam, "Yo'q, ustoz, menga ajr kerak" deb 24 soat ishlaydigan mana ustozlarimiz bor. Hammanglarga kuch-quvvat bersin. Allohim uyingizlarga xotirjamlik, barokatlar, tinchlik, sog'lik, birinchi o'rinda ota-onangizlarga, farzandingizlarga, o'zingizlarga sog'lik, salomatlik bersin. Inshaalloh nima savollar bo'lsa, bemalol chiqaveringlar. Hamma savollarga javob berib ketaveramiz. Xo'p, nomerim mana shu videoni men tashab qo'yaman, yozib olinglar. Savollar bo'lsa, doktorlik tomonidan konsultatsiya tekin qilib qo'yganman, bemalol chiqaverasizlar. Demak, 97 lik 755 60 45. 97 lik 755 60 45. Faqat telefonga javob bera olmayman. Chunki yuzlab odam chiqadi, hammaga konsultatsiya qilib o'tira olmayman. Telegramdan, mana shu nomerda Telegramdan chiqsanglar, albatta konsultatsiyalar qilib beraman. Hammaga omad, ishingizda rivoj, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ilohim. Sog' bo'linglar. Hozir zapisni o'chiramiz. Zapisni ham tashab qo'yaman. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol ishlataveringlar. Odamlarga tashab beraveringlar.